Biz 2024-yil noyabr oyida Qarshi shahar Shayxali mahallasiga kiraverishdagi aynan mana shu yo'l haqida tanqidiy lavhani efirga uzatgan edik. Asosiy eng katta yo'l mana shu mahallaga kirayotgan. Boshqa yo'l yo'q. Mana shu yo'lni qandaydir ta'mirlash kerak bilmayman. Yozda chang, qishda mana ko'ryapsiz. Yomg'irda ko'lmay, bu yerda yo'l terib haydamasangiz qiyin masala bu yerdan o'tish. O'shanda mutasaddi shaxs bu yo'l 2025-yilning 2-chorakida ta'mirlanishi haqida bizga va'da bergan edi. Ko'pincha 2025-yilning 2-choragi davomida asfaltlashtirish ko'zda tutilgan. Ammo oradan shuncha vaqt o'tsa hamki va'da bajarilmadi. Shu tufayli biz mavzuga takror qaytdik. Yangi avtobusda qo'yilgan juda qiynalyapti yo'lga. Har kuni remont talab. Necha marta murojaat qilishimizga qaramasdan biron vaqtda remont qilmaydi. Bu yerda hattoki avtomashinalarning sinib ketgan g'ildirak qopqoqlarini ham uchratasiz. Bu yo'ldan harakatlanish vaqtimiz shu mashinalarning ballonlar teshilishi, kalpaklar uchib ketsa, diskalar qat bo'libdi. Bu yo'ldan o'zi bahoda charchadik o'tib qaytishdan. Hadovoylar ketib qolibdi mana. Har 2-3 oyga bir hadovoy almashtiraman. Bitta mani mashina qolgan transportlar bu narsadan jalb e'tirozlari ko'p. Ushbu masalaga oydinlik kiritish uchun biz yana mutasaddi shaxsdan telefon orqali rasmiy izoh oldik. Haqiqatan o'sha yo'limiz ta'mirtalabga kelib qolgan. Ta'mirlash ishlari 2026-yil yoz oylarida rejalashtirilmoqda. Asfaltlashtirish ishlari 2026-yilning 3-choragida amalga oshiriladi. Doimgidek biz bu muammoni o'z nazoratimizga olamiz va masala ijobiy hal etilmaguncha bu mavzuga, bu hududga takror va takror qaytaveramiz.